Bu qizimiz menga bir hafta oldin murojaat qilgandilar. Kelganlarida men bularni laborator tekshiruvlarga yubordim. Analizdan ko'rib shuni tasdiqladikki, bularda demodikoz, ya'ni klesh chiqdi va shunga qarab men muolajalar ularga yozib berdim va menga bir hafta davomida muolajaga qatnadilar. Hozirda hech qanaqa o'g'ri qolmagan, aknedan izlari ham qolmagan. Faqatgina hozir biz post akne bilan, ya'ni dog' bilan ishlayapmiz. Ko'pchilik qizlarimizda turmushga chiqqandan keyin har xil gormonal o'zgarishlarning hisobiga yoki organizmdagi stresslar bu baribirga turmushga chiqqandan keyin boshqa bir muhit, boshqa bir sharoitda yashashni o'zi adaptatsiya bo'lguncha organizmda har xil o'zgarishlar bo'ladi. Bu qizimiz ham hamma qatori ko'pchilik Instagramdan o'rganib har xil maskalar qilib ketkazmoqchi bo'lishadi. Bular ham uy sharoitida qilib ko'rganlar. Hech qanaqa rezultat bo'lmagandan keyin menga murojaat qilganlar. Uy sharoitida har xil maskalar qilib, kremlar qilib, naborot bu protsessni kuchaytirib yuborganlar, ya'ni toshmalar, komedonlar juda ham ko'payib borgan. Ya'ni bular o'sha terida yashaydigan kanaga bular oziqa berib, yana ham ovqatlantirib borganlar qisqasi va shuni hisobiga ko'payib ketavergan. Biz preparatlarni hammasi italyanskiy, ispanskiy preparatlar ishlatamiz. Sertifikati bor, 100%. Meditsina tasdiqlangan hammasi. Sertifitsirованный preparatlar. Даже koreyskiy preparatlar ishlatmaymiz. Yuz turiga qarab turib, biz uходовый kosmetikalarni tanlab beramiz. Yog'li yuzlarga boshqacha yondashiladi. Quruq yuzli, muammoli yuzli har bittasiga alohida uходовый, ya'ni yuzni parvarishi uchun biz kosmetikalar tanlab beramiz. Noto'g'ri tanlangan uходовый kosmetikalar ham terida toshma paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi.